Yer yüzüde bir alim vafat bulsa, Allah onun o'rniga yana birini to'liqlab beradi. Islom ummati hech bir zaman payg'ambarning varisi bo'lgan alim ulamolardan ayrilib qolgani yo'q. Mana buning tipik misoli Imom Abu Hanifa rahimahulloh vafot topgan yili, ya'ni hijratning 150-yili tug'ilgan katta alim Imom Shofiy rahimahullohdir. Ba'zi tarixshunoslar Imom Shofiy rahimahullohni Imom Abu Hanifa vafot bo'lgan kechasi dunyoga kelgan deb xotirlagan. Bugun biz bu olimimiz bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Imom Shofiy rahimahulloh hijratning 150-yili Falastinning G'azada tug'ilgan. To'liq ismi Muhammad ibn Idris ash-Shofiydir. Tarix kitoblarida Imom Shofiyning nasabining Quraysh jamiyatiga, ya'ni Payg'ambar alayhisolamning buvisi Abdul Mutallibning qarindishi Hoshimga tutishadigan ism nasab ekanligi xotirlangan. Imom Shofiy rahimahulloh kambag'al bir oilada tug'ilgan bo'lib, dadasi u bovoq vaqtida vafot topdi. U 2 yoshga kirgan chaqda onasi o'g'lining Quraysh yoshlaridagi jasur cho'ng bo'lishi uchun Makkaga ilib ketdi. Imom Shofiyning bolalik hayoti yetimlik va namoratchilik ichida o'tgan bo'lib, qattiq turmush va namoratchilikda tavulinib chiqdi. Imom Shofiy o'smir chig'ida Qur'on Karimni yodlash va arab sahrolaridagi qabilalardan sap arab tilini o'rganish orqali o'zidagi arab tili fasohatini kuchlantirish bilan birga o'zini jismoniy jihatda chiniqtirishga ko'ngil bo'lishga boshlaydi. O'qiy aytish, ot minish va har xil jang qurollarini ishlatishga mahir bo'lib yetishib chiqdi. Imom Shofiy ba'zi shogirdlariga "Men o'qiy aytish va ilm olishdan iborat 2 ishga qattiq himmat qildim. O'qitish jihatda atgan 10 o'qning hammasi dal joyiga tegadigan biriga aylandim" degan ekan va ilm haqida gap qilmasdan jim turib olgan. Bu vaqtda atrofidagi shogirdlari Alloh bilan qasamki, sizlar ilm olishda o'qitishdan bekerak qutuq qozongan bir kishi deyishgan. Imom Shofiy Qur'on Karimni yodlab bo'lgandan keyin Makkadagi muhaddis va faqihlarning mashhurlaridan Sufyan ibn Uyayna va Muslim ibn Xolid az-Zanji qatorliq olimlarning hadis va fiqh dars so'rovlariga qatnashgan. Ilm yo'lida uzluksiz tirishchilik ko'rsatgan bu yosh 20 yoshiga qadam qo'ygan chog'da hadis rivoyat qilish va fatvo berish ishlarida xeyli yetishib qolgan edi. Ilmga bo'lgan shaydolik bu yoshning ruhini texmi urg'utib turgan. Ana shu kunlarda o'zining olimligi bilan ummatga tunilib mashhur bo'lgan, ilmning kon deb ta'riflangan Imom Malik rahimahullohning danqi Iroq yaqindan Imom Shofiyga yetib keldi. Shuning bilan Imom Shofiy Imom Malikning yeniga berishni o'ylaydi. Ammo Imom Malik bilan uchrashishdan ilgari u kishining mashhur kitobi bo'lgan Muattani yodlash qaroriga keldi va Imom Malikning nomini al-avamga tunutgan bu mashhur kitobini o'qishga boshlaydi va butunlay yodlab bo'ldi. Ondan Imom Malikning huzuriga berish uchun Madinaga yo'lga chiqdi. Bu yosh yigit Madinaga kelgandan keyin Imom Malik bilan uchrashdi va Imom Malikga Muattani boshdan oxiri to'liq yodlab berdi. Imom Malik bu yosh yigitning o'zining kitobini yodga o'qiganligidan va uning tilining nihoyatda ravonligidan hayron qoldi. Va Imom Shofiyga: "Ey yigit, Allah sening qalbingga ilmdan bir nur ato qildi. Sen u nurni gunoh ma'siyat bilan o'chirib tashlamagin. Allohdan qo'rqinki, sening qadr-qimmating bo'lsin" deydi. Imom Shofiy shuningdan keyin ustozi Imom Malikning yanida toki Imom Malik hijratning 179-yili vafot bo'lgan qadar turib ilm oldi. Imom Shofiy bu jarayonda yana Ibrohim ibn Said al-Ansari, Abdul Aziz ibn Muhammad va Muhammad ibn Said ibn Abi Fudayk qatorliq imomlardan ilm tahsil qildi. Imom Shofiy ustozi Imom Malik vafot etib, bir mezgildan keyin shu vaqtdagi islom xilofatining markazi bo'lgan Bag'dodga keldi. U Bag'dodda Abu Hanifa rahimahullohning shogirdi Imom Muhammad ash-Shayboniy bilan uchrashib, uning kitoblarini o'qiydi va bir muddat Imom Muhammad ash-Shayboniy rahimahullohning yonida turib ilm oldi. Shuning bilan Imom Shofiyda Hijozning ilmi bilan Iroqning ilmi mujassamlashdi. Keyin Imom Shofiy Makkaga qaytib kelib, bu yerda ilm so'rini qurdi. 4 mazhabning biri bo'lgan Shofiy mazhabining imomi, buyuk mujtahid, olim o'zining yuksak tirishchanligi bilan Ar-Risala, Ahkamul Qur'on, Ijmo'ul ilm va Ixtiloful hadis qatorliq asarlarini islom ummatiga taqdim qilishga boshlaydi. Bu orqali birdilla Imom Shofiyning nom shuhrati va ilmdagi danqi taraf-tarafga tarqaldi. Shuningdan boshlab har yili haj mavsumida har qaysi allardan kelgan olimlar uning darslariga qatnashdi. Uning bilan uchrashgan olimlarning orasida Imom Ahmad ibn Hanbal bor edi. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh haj mavsumida Imom Shofiy bilan uchrashib,
uning shogirdi bo'lib qoladi. Makkada Imom Shofiyning shaxsiyati va Hijozning ilmi bilan Iroqning ilmining yo'g'rilmasidan kelib chiqqan ijtihod qilishdagi yangi yo'li qad ko'tarishga boshlaydi. Imom Shofiy rahimahulloh Makkada 9 yil turgandan keyin hijratning 195-yili ikkinchi qatim Bag'dodga keladi. U bu yerda 2 yil turib o'z mazhabini tarqitadi va usul fiqh ilmining ulini qurish asosida yozilgan Ar-Risala nomli kitobini yozadi. Bag'dodda Imom Shofiyning katta shogirdlaridan hisoblanadigan Ahmad ibn Hanbal, Abu Savr, Za'fironi va Abu Ali al-Karabisi qatorliqlar Imom Shofiyning yenidan ayrilmaydi. Keyin Imom Shofiy rahimahulloh Bag'doddan Makkaga qaytib kelib, Makkada bir muddat turgandan keyin hijratning 198-yili yana Bag'dodga qaytib keladi. Bu Imom Shofiyning Bag'dodga 3-qatim, shundaqla eng oxirgi qatim kelishi bo'lib qoladi. Imom Shofiy bu qatim Bag'dodda qisqa bir muddatda turib Misrga ketadi. Imom Shofiy Misrga kelib Amr ibn As radhiyallohu anhuning masjidida dars berishni boshlaydi. Avam xalq va olimlar u kishini intayin hurmatlaydi. Qisqa bir muddat ichida u kishining atrofiga har xil ilm sohalaridagi nurg'un kishilar to'planadi. Imom Shofiy rahimahullohning mazhabi bugungi kunimizda Misr va Shamning janub taraflari, Yaman va Sharq Afrika davlatlari, shundaqla Malayziya, Indoneziya qatorliq davlatlar va Kavkaz rayonidagi Dog'iston, Checheniston qatorliq musulmonlar yashayotgan islom tuproqlarining mazhabi bo'lib qolgan. Ilm yo'lida quyoshdak porlagan, islom ummatiga o'chmas izlarni qoldirib ketgan ulug' mujtahid olim, taqvodor obid Imom Shofiy rahimahulloh hijratning 204-yili Rajab oyining oxirgi juma kunida kasal sababli Misrda vafot bo'ldi. Alloh taolo Imom Shofiy rahimahullohdan va yuqorida tilga ilingan yoki ilinmagan mazhablari tarqalgan yoki tarqalmagan barcha imomlardan rozi bo'lsin.